Assalomu alaykum. Qadrdonlarimiz, mana jo'jalarni birinchi vaksinasini qilishni boshladik. Lasota bronxit vaksinasini qildik. Lasota qilmoqchi edik. Ekvivalentli qilib qo'ya qoldik. Hozir ham birovlar bo'lyapmiz jo'jalar. Vaksinamizni birinchi 5000 dozaligini 1,5 soatda ichida qilib bo'ldik. Xudo xolisa qizlarimiz ko'paytirib olib kelganmiz. Shu soati vaqtida bo'lsin deb. Qilinish jarayonini sal-pal ham ko'rsatib o'taman. Ko'rib olasizlar. Inshoollah yaxshilayina masalan. Lasota bronxit vaksinasini qilishyapmiz. Bundan keyin gambora qilamiz. U og'ziga bir tomchilik, agar uy sharoitida yerda bo'lsa, suvda chiqizilaveradi. Gambora vaksinasi. 3 kun, 4 kundan keyin gambora vaksinasini boshlaymiz. Birovlar cho'chalarni bo'lyapmiz. Sekin bo'lib boraveramiz. Holi turishibdi. Tepadaglar bo'linmagan. Pastdagilar bo'linganlar. Hozir mashg'ulotga ham bo'lib olamiz. Bo'lib olib kelishyapti o'sha. Polni hammasi sotuvga chiqadi. 90-100 kunlik qilib beriladi. Manzillarimiz Qo'qonda, Vodiyda, dastavkalar bor, pullik. Telefon nomerlarimiz 90lik 293 89 49. Jo'jalarimiz Lomin Sendi. Yillik tuxum protsenti 320 tadan 330 tagacha. Jo'jalar nemisniki. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.